Bu bemorimizning diagnozi O'zbekiston bo'yicha uchramaydi, kamdan kam uchraydi. Hozirgi kunda aniqlanganlardan 3tasi bo'lib, shularning biri shu kishi. Assalomu alaykum. Bugun noyob bemorimiz, nigina qizimiz kelganlar. Bizaga qisman ishsizlik bilan murojaat qildilar. Ya'ni biz rengen qildik. Rengenda bizaga sut tishlari, kurtaklari ham yo'q edi. Ko'p tishlar tortilgan. Umuman og'izda tish bitta yo ikkita tishlar bor edi. Bizlarga murojaat qilganlar, shikoyatlari tishlarida protez qo'yganlar avval tushib ketavergan, chaynab bilmaganlar, estetikалari yo'q, chaynash umuman yo'q, faqatgina suyuq ovqat yeganlar bilan murojaat qildilar. Biza diagnoz qilib tekshirdik. Bu kishi yosh bo'lganliklari uchun implant qo'yish muammo. U kishi 18-19 yoshga suyak qotgandan keyin implant qo'yiladi. Ungacha biza vaqtinchalikka xalq tilida vakuumli funksionalniy protez qo'yib berdik. Bu bemorimizning diagnozi O'zbekiston bo'yicha uchramaydi, kamdan kam uchraydi. Hozirgi kunda aniqlanganlardan 3tasi bo'lib, shularning biri shu kishi. Bu bemorimizga bizlar ma'qul yechim funksionalniy protez qo'yib berdik vaqtincha. So'ng 18-19 yoshga to'lgandan so'ng nasib bo'lsa, inshaalloh implant qo'yib beramiz. Bemorimizga funksionalniy protez qo'yib bergandik. 3 oydan keyin rezultatni birga suhbatlashib ko'ramiz. Nigina qizim qanday bo'ldi? Yaxshi. Yaxshimi? Chaynashlaringiz, o'zgarishlar qanday? Atrofdagi muhit bilan qanday bo'ldi? Nimalar yeyapsiz, nimalar yeb bilmayapsiz? Hamma narsa yeyapsiz. Alma yeb bilasizmi? Ha. Avval qanday edi? Avval faqat suyuq ovqat edi, ha? Hozir yaxshimi? Ancha yaxshi o'rganib qoldingizmi? Yaxshi. Boshidan ko'ra?